Alaykum, yaxshimisiz? Bitta savol bersam maylimi? O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i qachon qabul qilingan, bilasizmi? 8-noyabr. Qaysi yil? 1990 bayroq 92. Yo'q, adashdik, 91-yil, ha. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bitta savol bersak maylimi? Vaqtingizni olmaymizmi? O'zingiz bilasiz, bayrog'imizdagi har bitta rang nimadir ma'nosi bor, qanaqadir ma'noni anglatadi. Shundan moviy rang nimaligini tushuntirib bera olasizmi? Osmonni musaffoligi, tinchligimiz ramzi. To'g'ri, rahmat. Assalomu alaykum ustoz. O'zingiz bilasiz, bayrog'imizdagi har bitta ramz, har bitta rang o'zining alohida ma'nosiga ega. Shundan 12 ta yulduzni ma'nosini bizga tushuntirib bera olasizmi? 12 ta yulduzimiz bizning 12 ta viloyatimiz. 12 ta viloyatimizda qardosh xalqlarimiz. Bitta oyimiz bor, u oyimiz esa bitta respublikamizning ramzini bildiradi. To'g'ri. Rahmat. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i 1991-yil 18-noyabrda qabul qilingan. Bu san'at bizning tariximizdagi faxrli sahifa, mustaqilligimiz timsolidir. O'zbekiston bayrog'ida moviy, oq, yashil va qizil ranglardan tashkil topgan hamda moviy qismida oq rangdagi yarim oy va 12 ta yulduz joylashgan. Bayrog'imizdagi har bir rang o'zgacha ma'noni anglatib, moviy rang osmonimiz musaffoligi, suvimiz va tinchligimiz ramzidir. Oq rang tinchlik va beg'uborlikni anglatadi. Yashil rang yangi hayot, tabiat, navqironlik va shodimonlik timsolidir. Qizil chiziqlar O'zbekiston xalqining hayotiy kuchini hamda erkinlik yo'lida to'kilgan ajdodlar qonunini anglatadi. Oy va 12 yulduz qadimiy tariximiz, mustaqillik va birlik ramzidir. Biz ozod yurt farzandlarimiz, bayrog'imiz faxrimiz, g'ururimizdir. Uni asrash bizning eng oliy burchimizdir. Samoga timsoldir moviy uchmog'ing, yashil ranging ko'rkam bog'u gul bog'ing, cho'g'dek chiziq